Psoriaz bu qanaqa kasallik? Psoriaz bu avtoimmun kasallik hisoblanib, organizmi, terining, tirsak, tizza sohalarining tashqi tomonlarida och pushti rangdagi toshmalar, oq qipqlanishlar bilan kechadigan, surunkali uzoq muddat davom etadigan kasallik hisoblanadi. Xo'p, bu kasallikka tashqi omillar qanday ta'sir qiladi? Bu kasallikka tashqi omillardan kunning sovib ketishi, kunning o'ta isib ketishi, infeksiya, viruslar, undan tashqari ko'p shamollashlar bo'ladigan kasallarda ko'proq uchraydi. Va undan tashqari asab tizimi ko'p buzilganda, stress holatlarida, endokrin tizim kasalliklarida va undan tashqari yosh bolalarda qattiq qo'rquv va gijja kasalliklari hisobidan juda ham ko'p uchramoqda. Xo'p, bu kasallikka qanday davolansa bo'ladi? Juda ko'p kasallarimiz bu kasallik bilan kasallanib kelyapti. Bir nechta mazlar, kremlar, dorilar, ukollar olib kelyapti va lekin yana qaytalanish bo'lyapti. Bunga sabab esa o'sha avtoimmun tizimi, ya'ni immunitet tushib ketgan. U dorilar o'zi bilan sizda juda ham qiyin. Bu kasallikka davolanish uchun birinchi o'rinda immunitetni ko'tarish kerak. Undan tashqari vitaminlar, undan tashqari qon tomirlar, qon aylanishini yaxshilovchi preparatlar. Bizda shunaqaki, bizning klinikamizda bu kasallikka davolanishimiz shunaqaki, birinchi o'rinda oshqozon ichak tizimi, jigar tozalov, undan tashqari endokrin tizimiga, stressga, terining o'ziga bir necha muolajalarimiz bor, lampa, apparat, dori, maz tayyorlanadigan dorilar. Shuna qilib bitta bola odamning immunitetini ko'tarib bo'lgandan keyin uyiga bir ikkita dorilarni muntazam ichib turadigan tayyorlaymiz va albatta dieta bo'lishi kerak. Sizlar bilan keyingi videolarda dietani batafsil ma'lumot aytib o'taman va kerak bo'lsa sizlarga kunlik ratsion tuzib beraman. Ya'ni psoriazda qanaqa ovqatlanish kerak? Kun davomida 3 mahal ovqatlansangiz, xudo xolasa sizga shuni tuzib berishga harakat qilaman. Siz esa kuzatishda davom eting. Podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish tugmasini bossangiz, bizning keyingi videolarimiz sizga avtomatik tarzda ko'rinadi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.